Assalomu alaykum aziz do'stlar. Quyon bilan noldan biznes boshlash. Siz hozir quyonni olib masalan boqib foyda qilaman deb o'ylamang. Birinchi nimasi minus tomoni quyonni olib boqasiz. Lekin sota olmasligingiz mumkin. Birinchi qayerga sotish, nima qilishni o'rganib, keyin boshlashni maslahat beraman. Quyonlar masalan chiqsa agar uy uchun go'sht hisoblanadi, to'g'ri. Agar hech sota olmasangiz agar so'yib yeyishingiz mumkin. Uydan chiqqan go'sht. O'rtacha hozir bitta quyonni narxi kattasi 600 ming, 700 ming, 500 minggacha bor. Bollari o'rtacha arzon sotadigan odamlar 60 ming, 70 mingdan sotadi toza kalifli bollarni. Siz hozir ikkita kalifni olib boqsangiz agar, keyin bolalasa qayerga sotishni va qayerga sotishni bilmasangiz agar, qanday gruppalar yo'q, kanallarga Telegram gruppalari bor, OLX bor, Instagram gruppalari bor, YouTube bor. YouTube'ga qo'yib borishingiz mumkin, Instagramga qo'yib borishingiz mumkin, OLXga qo'ysangiz bo'ladi. Agar qanday sotaman desangiz agar quyonni, Telegram gruppalar bor, Samarqand quyon biznes degan gruppalar bor, guruhlar. Agar qayerga sotishni yo'q, quyon olibman, qanday boqaman, qanday sotaman deyotganlar uchun bu ko'p joylari bor. Shu yerga sotsanglar bo'ladi. Bitta quyoningizni qo'yasiz rasmini, pastiga yozasiz nomer telefoningiz, sizga telefon qilib bog'lanishadi. Narxlaringiz to'g'ri kelsa agar quyoningizni olib ketadi yoki siz dastlab qilib yuborasiz. Quyonni sotish sirlari bor. O'rtacha, lekin quyoningizni sotayotganga aybini aytib sotinglar. Zotini toza bo'lsa agar toza denglar, gibrid bo'lsa gibrid denglar. Hozir ko'p bunday odamlar menga ham uchrayapti. Quyonini zoti gibrid, lekin toza kalif deyapti, qo'shlik kalif deyapti, lekin quloqlari katta, tumshuqlari uzun, toza kalif deyapti-da. Quyonni sotyapsizlarmi, aybini aytib sotinglar. Telegram gruppalariga qo'ysanglar agar, o'zi hamma ko'radi uni. 4000 ta, 4,5 mingta odam bor u gruppaga. Yaxshisi OLX ga qo'ysanglar agar, sizga telefon qilib bog'lanishadi. OLX dan ham savdosi yaxshi, OLX ni ham. Men ham o'rtacha hozir OLX dan sotaman, Telegram gruppalaridan, YouTube dan sotaman. Bitta quyonimiz masalan 1 yilga 24 ta bola beradi-da. 1,440,000 so'm pul bo'lyapti, 60 mingdan. O'rtacha bitta quyon. Bu samiz erkagimiz 2 yoshga to'ldi. Boyana hozir bitta samkamiz tug'ish jarayonida. Menimcha bugun tug'ib qolish kerak. Chunki joy tayyorlayapti. Kimga shunday foydali videolar kerak bo'lsa agar, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Like va obuna isdan chiqmasa.